Hamma oddiy narsa deb o'ylaydigan sahri bor bemorlarning urologiyadagi qo'rqinchli asoratlardan bittasini aytib beraman. Oxirgi 2 kun ichida o'sha 3 ta bir xil asorat bilan bemorlar keldi. Yoshlari har xil, uzoq yillardan beri qonda sahri baland bo'lib yurgan va peshob qilganda peshobi to'liq chiqmaydi-da, qovog'ida 500 ml, 600, 1 litr даже ko'proq peshob qolib ketyapti. Bemor o'zi bilmaydi, chunki bu narsa sekinlik bilan rivojlanadi. Misol bir kunda 501 litr qoladigan darajaga kelib qolmaydi. Sekin-sekinlik bilan yuzaga keladi. Ya'ni misol uchun bemorda sahar uzoq yillar davomida qonda baland bo'lib yurganda, buni qovoqqa keladigan nervlarni zararlagan, o'shaning hisobiga boya qovoqda keladigan nervlar impulsi buzilgan va qovoq to'liq oxirigacha qisqara olmaydi. Sahar o'sha qovoq devorlarini ham zararlaydi. Peshob qilgandan keyin oxirigacha to'liq qisqara olmagani uchun peshob chiqmay qolib ketadi. Borib o'sha peshob 1 litrlab siydik, 1 litrdan ko'p siydik qolib ketadi. To'liq chiqmaydi. Borib misol iringlaydi, temperatura qiladi, kuchli og'riqlar beradi. Undan keyingi asorati o'sha ikkala buyrak ham shishib ketadi. Agar shunday ham e'tibor berilmasa, даже buyrak yetishmovchiligi ham olib kelishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz sahar diabetini og'risangiz va bu uzoq muddatdan beri davom etib kelayotgan bo'lsa, albatta vaqti bilan UZIda qoldiq siydigingizni tekshirib turishingiz kerak. Chunki bu bilinmasdan sekinlik bilan rivojlanadigan kasallik. Bu videoni sahar diabetini og'riydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying va bu kasallikni umuman oddiy narsa deb hisoblamang.